Xatir üçün resim güçüşüş ve onu saklaş günah mı? Bu mesele fotoaparat bilan surat tortish hukmiga berib taqildigan bo'lib, davrimiz olimlarining bir qismi buni cheklagan, bir qismi cheklamagan. Oxirida ko'pchilik olimlar bundoq suratlarning islomda harom qilingan surat doirasiga kirmaydiganligi, rasm chizishning yoki haykaltarashlikning haromligining illati bundoq foto suratlarda yo'qligiga asoslanib turib, uning joizligini muayyanlashtirgan. Ayşe radhiyallohu anha rivoyat qilib bundoq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir safardan qaytib kelganida men bir supamga suratlari bor va pardamni tortib qo'ygan edim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni ko'rib, yirtib tashlab, qiyomat kuni eng qattiq azobga duchor bo'lgan kishilar Allohning maxluqlarini o'xshitib suratlagan kishilardir dedi. Ayşe radhiyallohu anha bundoq deydi: Shuning bilan biz uni 1-2 yostiq qilib o'tdik. Fotosuratlar yoki sin hujjatlari bo'lsa, Allohning maxluqotlariga o'xshitib suratlash bo'lmasdan, balki ularning sho'lasini Alloh taolo yaratgani bo'yicha aynan tushirishdan iborat bo'lib, bu insonning aynakdagi suratiga o'xshash. Undaq bo'lgan ekan, xotir uchun rasm tushsa hech gap bo'lmaydi. Vallohu a'lam bis-savob.